Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikada yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 11-oyning 19 kuni juma. Bir kun kechda bu qatimki safardan qaytib keldim, sog' salomat. Xudoga shukr. Tunogin chiqib ketdim yana. Bugun sizlarga bir qism uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu haftadagi eng chong xabar Dünya Uyghur Qurultayıniki g'alabalik ichilganligi bo'ldi. Ehtimal bu ahvollarni shu Dünya Uyghur Qurultayıniki naq maydon videosidan hammalar ko'rdinglar. Qisqartib aytgan chog'da bu qatimki qurultay Dünya Uyghur Qurultayı qurilgandan keyingi eng yaxshi bir qurultay bo'ldi deb o'ylayman men. Mayli sifat jihatdan bo'lsin, mazmun jihatdan bo'lsin, saylam işiniki elip birleşici cihetten bolsun, her qaysi cihetten nayeti bir muvaffaqiyatli yig'in bo'ldi. Virus ve başka sebepler tüpeyledin nurgun qarindoshlar kelamagan bo'lsa-mu, yenilarimiz zalliqliq tulib bo'lgan vakillar boshdan oxiri qatnashib nayeti esli bir yig'in bo'ldi. Bu yig'inniki asosli mazmuni 3 bo'ldi deb o'ylayman. Uniki birisi şu g'arablik panelistlarniki nutqlari va muzokaraları bo'ldi. Birinchi kuni yig'inda buni ehtimol naq maydondan ko'rdinglar. İkincisi Dünya Uyghur Qurultayıniki xizmat doklati va bundan keyingi ishlar haqidagi planlari bo'ldi. Üçüncüsü saylam. Şuna məşdə üç çoğ məzmun bilan nəhayət yaxşı ötküzüldü. Meniki sal ko'nglim yerim bo'lib qolgan narsa andaliki 3 kun ichida qilib bo'lgan shunchalikken ashta bo'g'ashqa savol so'rab shu chet ellik mutaxassislardan savol so'rab ular bilan biroz fikr almashtirish imkoniyati ancha ko'p bo'lmay qoldi. Men shuni biroz umid qilgandim. Bu qandaqdir Dünya Uyghur Qurultayidagi savallik emas. 3 kun ichida shuncha ishni qilib bo'lib bo'ladi endi. Ashta bo'g'ashqa uning iloji yo'q. Bo'lib men bir muhim savoldan birini so'ramoqchi bo'lgan. En ahirdeki panelistlardan nima desanglar hozir Uyg'urlarga beshi kelgan fojia, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi jihatda hozir dunyo bo'yicha bir nayati cho'ng shu Xitoyni ayblash, Xitoyni tanqidlash, Xitoyga norozilik bildirish, suhbat yig'ini, muzokara yig'ini, anandan seminarlar degandek narsalar intayin keng ko'lamda bo'lyotdi hozir. Hozirgi dunyoda g'arb ellarda eng ko'p bo'layotgan ishlarning birisi shu Uyg'ur masalasi haqidagi mushtaq ishlar endi. Lekin endi bu qadimki yig'indagi panelistlarniki degan nutqlar ichida mush mazmunlar ko'proq endi Uyg'urlarniki majburiy emgak ahvollari degandek lagerda qancha odam borligi, turmada qancha odam borligi degandek ishlar tilga olindi. Bir yomon yeri bularning hammasi so'z, amaliy harakat emas. Hozirga qadar biror amaliy harakat o'tirib chiqqani yo'q Xitoyni to'xtatish jihatda. Uning aksicha yaqinda Amerikaning yangi hukumatining Xitoy bilan yaqinlashish, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash jihatida qo'llangan bir qism tadbirlari tufaylidan hozir Yevropadami Uyg'ur masalasida burunqidek aktiv emas yoki tashabbuskor emas bir sulush bo'lyotdi. Amaliy tadbir ilishda. BDT'da bo'lsa-mu undaq bir amaliy ish oldigan bir ish yo'q hozir. Ashta bo'g'ashqa garchi Uyg'ur davosi, Uyg'urlarning ovozi butun dunyoga yetgan bo'lsa-mu, amaliy tadbirninki yo'qligidan Uyg'urlarning ahvolida yaxshilanish bo'lmayotdi. Buning aksicha Xitoy o'zining planini burunqidek ijro qilyotdi. Men nazar to'xtalaman bu vaqtda. Bu jihat kishilar odamni intayin ansirtdi. Tunugun bir yangi ish bo'ldi. Menga nisbatan bir xonim bor ekan. Aurora Akan Shah deydi. Bu qaysi millatgan bilmadim. Bu xonim qaran 34 yoshga kiribdi. Bu yil 2-oydan boshlab bu xonim Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki baş sekreterliğine saylanish uchun yo'llanayotgan bir xonimga. Tunugin menga ayrim uchur qilibdi bu xonim. Men nima deb qarasam shu tunugilardan shu Biden hukumatiniki
bayonotchisi Oqsaroyda qilgan gaplar bor ekan. Beyjingdagi olimpik musobaqasini diplomatik jihatdan boykot qilish haqida qilgan gaplar bor ekan. Ma xonim shuning qarta fikr yozib Twitterda. Hozir bundaq qilishimiz kifoya emas. Shuncha ko'p Uyg'ur musulmonlar qilib ketyotidi. Ashta bo'g'ashqa bunundan qattiqroq tadbir qo'llanish kerak degandek bir narsani yozibdi. Uni yozib shu menga ayrim o'rgatib qo'yibdi buni. Demakchi o'g'ini bir o'rtoqlashsang degandayroq narsani orzu qilgan o'xshaydi. Men rahmat aytdim. Ozroqcha mazmun yozib o'rtoqlashdim. Albatta sizlarga degan gapni shu yerda yozdim. Hozir dunyoni qilayotgani quruq gap. Amaliy tadbir yo'q. Xitoy o'ziniki Uyg'ur nüfusuniki 3'ten 2 qismini yo'q qilib o'tish planini o'xshashla ijro qilyotidi. Hozir bag'an siri yurgi yug'nab ketdi bularning. Dunyo tadbirsiz turayotgan bo'g'ashqa. Mushlarni yozib, men Twitterga chiqarib qo'ydim. Ma xonimnikini naql keltirib turib, bu xonim yozgan narsani qaytadan taqitibdi yana. O'zim ahvollar shundoq. Cho'ng jihatdan bu ishlar bizning kallimizda aydin bo'lishi kerak. Biz hozircha tahi o'zimizni qo'yib huzurlanadigan tahi bir holat emas. Vatandagi xalq intayin ig'ir darajada qilib ketib bordi. Shunga biz ko'zimizni davomli ash bir narsadan ayirmasligimiz kerak. Endi shu bu qadimki yig'in jarayonida ijtimoiy tarmoqlarda yana bir yangi ism talashish ishlari o'yinlari o'tirg'i chiqibdi. Uni mu desanglar indigenous xalq degan bir hukm to'g'riliq bu gap nimish qo'tir chiqib qoldi men bilmadim. Ba'zilar bu dunyo Uyg'ur qurultayidagi ba'zi kishilar qandaqdir bir xalqaro tashkilotlar bilan mushayati bir kelishim tuzgandek gaplarni o'ydirib chiqarib o'yinlarni o'ynayotgan o'xshaydi. Undaq ish yo'q. Bu jihatda Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysaynimiz bu düşünce bədi qurultay jarayonida qandaqdır bir kelishimga imzo qo'ygan ish yo'q. Men chet eldagi qarindoshlarniki qalasida bir ishni aydin bo'lishini umid qilaman. Ism talashish o'yinlarining hammasiniki hech qanday qiymati yo'q hozirgi vaziyatda. Hozirgi vaziyatda bizning butun kuchimiz, zehnimiz, vaqtimizning hammasi vatandagi zulmni tezroq to'xtatib bir adam bo'lsinmi, bir Uyg'ur bo'lsinmi shuni jinni qutqizib qilish jihati bo'lishi kerak. Hozir ism talashishniki hech qanday qiymati yo'q. Men bu gapni Facebook'da dedim, hozir mishadim deyman. Bo'lsa bundaki bu narsalarni mendan so'ramanglar, men qiziqmayman bundan ishlarga. Bu indigenous xalq degan gap yomon gap emas. Agar inglizchadagi lug'at ma'nosiga qarab boqadigan bo'lsanglar, indigenous xalq degan gap o'ziga xos ijtimoiy va madaniyat alayligiga ega bir guruh kishilar bo'lib, ular kollektiv holda o'z ajdodlariga bog'langan bo'ladi. O'z ajdodlariga o'zi yashayotgan zaminda o'z ajdodlariga bog'langan bo'ladi deydi. Shu yashayotgan zamin va tabiiy boylik jihatdan bu gapniki hech qanday yomon yeri yo'q. Uyg'ur qatorliq Sharq Turkistondagi turkiy millatlar mush guruhga tava bo'lamdi yo'q degan chaqda bu yerda talashishning hojati yo'q qisqasi. Qandaqdir bu bir yomon gap emas. Hozir endi chet eldagi Uyg'urlar ichida ikki guruh odam bor. Birisi shuar tovlab yoki yig'in ochib, yig'inniki rasmlarini to'rlarga chiqarib qo'yib yurayotganlar. Bunday kishilar natijani qo'g'lashmaydi. Maqagan şimdi natija chiqamda chiqmamdi. Millatga foydali bir ish bo'lmamdi, bo'lmamdi, buning kari yo'q. Faqatlam gapini davasa, bayrog'ini ko'tarib olsa, shuarini to'plab olsa, to'lib olsa, yig'in ochib rasmlarini torbetiga chiqib qo'ysam bo'ldi, shu kifoya. Yana bir guruh bo'lsa, amaliy unum qo'g'lashadigan guruh. Bunday guruh amaliy ish qiladi. Qo'rqib emas, amaliy ish qiladi. Bu natija qo'g'lashadigan kishilar bu fursatniki hammasidan foydalanishni o'ylaydi va shu yerda izlanadi. Men o'zim shundoq. Men hozir qadar bir qancha xristianlarniki cherkovsiga berib so'zladim. Yahudilarniki sinagar yoki yahudilar cherkovsiga berib so'zladim. Meniki qandaqdir cherkovga kirib so'zlaganim meniki xristian bo'lib qolganligimdan darak bermaydi. Yoki ular bilan bir kelishim tuzgan ish bo'lmaydi. Yahudilarniki cherkovsiga berib so'zlaganim meni bir Yahudi diniga e'tiqod qilib chiqib qo'ymaydi.
Bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın kadrları mı bazı bir indigenous halk yığınlara berip sözlese, bu yerdeki maksat Uygurlarniki avazını dünyaya anlatış. Uygurlarına beşirken zulümden dünyanı haberdar kılış. Kandakta ular bilan bir kelişim tüzüp, kelgiş doğruluğa bu da iş yok. Şuna meniki ümit kıldığım karindaşlar, vaktimizni ısraf qilmayli. Bundaq isim talışış oyunlarındaki hiç qandaq kıymeti yok. Bulupmu bugünkü günde. İçin ağrısın özanlarının vaktiga, ömrüge. Sal kıymet varak işqa qaratınglar özanlarını. Bu haftadaki ikinci çoğun haber, Xitay'niki 19. nöbetlik Qurultayı'niki 6. umumi yığını ahırlaşıp bir 30 ming xalqdan ko'proq bir doklad chiqdi buningdan. Endi o'tgandagi videolarda mening deganimdek bu qatimki yig'inda Xitoy yaqinqi tarixidagi 3-chi qatimliq tarixiy qaror ilish bo'ladi. Mushta qaror ilish bo'pti. Lekin natijasi aslida Xi Jinping o'ylagandek bo'lmabdi bu qatim. Ya'ni Xi Jinping o'ziniki maqsadiga to'liq yetolmabdi. Bununki qandaq ifodalar bor desanglar, birinchisi bu qatimki yig'indagi qarorda madaniyat zo'r inqilobini davomli turda inkor qilibdi. Aslida undaq inkor qilishni to'xtatib qo'yamdiki degan andisha bo'lgan. Sababi nima desanglar, Xi Jinping hozir madaniyat inqilobi davriga biroz qaytishga boshlagan. Lekin undaq qilolmabdi. Ondan keyin Mao Zedong'niki medeniyet zo'r inqilobida ig'ir xatolik o'tkazganligi qayta ta'kidlanibdi. Deng Xiaoping, Hu Jintao va Jiang Zeminlarniki tarixiy o'rnini butunlay inkor qilolmabdi bu qatim bu dokladda. Ularga biroz o'rin beribdi. Ondan keyin bu qatimki yig'inda Xi Jinping o'zini Mao Zedong bilan o'xshash, hatto undan yuqoriroq, ustroq o'ringa qo'ymoqchi bo'ldi ekan. Bu amalga oshmabdi. Yana bir narsa 1989 yılı 4 iyun Tiananmen vakasını burun Xitay aks inqilobi to'polon deb atagan. Aks inqilobi to'polon deb atagan. Bu qatim bu yerdagi so'zni sal yengillatib, ig'ir darajadagi siyosiy bo'ron chapqin deb atabdi. Demak, Tiananmen inqilobiga berilgan baho biroz burunqidan yaxshiroq bo'libdi bu qatim. Demek bir yerde biraz biraz yol qo'yish bor degan gap endi. Anda yana nachar tarafi Xi Jinpingga yana nayta yuqori baho berilibdi. Xi Jinpingni markaz qilgan partiya markaziy komiteti pala bugun ishlarni qildi degandek. Ondan keyin Xi Jinpingning yangi sotsializm ideyasi degan narsani ilgari suribdi. Lekin Xi Jinpingniki ideyasini kelgusida inkor qilishga ba'zi imkoniyatlar qoldirilibdi bu qatimki dokladda. Qandaqda uni mutlaqlashtirib o'tmay, masalan, ayni vaqtda Mao Zedong davrida Lin Biaoniki o'rni Xitoyniki partiya nizomnomasida bekitilgan. Ashtaq bo'lsa-mu, keyin Lin Biaonni inkor qilyapti. Bu qatim Xi Jinpingniki tarixiy o'rni u darajaga borolmabdi. Yana keyin kelgusida unga qaytadan baho beradigan ba'zi imkoniyatlar qoldirilibdi. Lekin kelar yildagi 20 qurultayda Xi Jinpingniki qayta huquq tutishi asosiyatdan bu qatim bir kuchli asosga ega qilinibdi. Shunga hozirga qadar bo'lgan ishlardan qaragan chog'da kelar yil Xi Jinping davomli birinchi qo'l rahbar bo'lib tanlanishi ehtimolga yaqin. Bu haftadagi 3-chi cho'ng xabar Biden bilan Xi Jinpingniki telefonda so'zlashishi bo'ldi. Ular jami 3,5 soatlik so'zlashibdi telefonda. Buniki bir alayligi bu qatimki telefon suhbatida Biden Xi Jinpingga hech qanday yo'l qo'yadigan ishlarni qilmabdi, gap so'z jihatda. Ya'ni Amerikaniki hozir qadar Xitoy qarta qo'llanib kelayotgan siyosatlari jihatda qandaqdir yumshoq qilish ishlari yuz bermabdi. Buningki bir misol Tayvan masalasi. Tayvan masalasida Biden ayda kuchli o'ziniki Amerikaning o'rinli pozitsiyasini ifodalabdi bu yerda. Bu qatimki kurishish kayfiyati intayin nachar bo'libdi. Xi Jinping dastlabda bu telefon suhbati boshlangandan keyin gapni
meniki konu do'stim Bayden deb boshlabdi ekan. Bu suhbat oxirlashib bir necha minut o'tmasdan keyin Reuters bir maqola e'lon qilib, Xi Jinping Baydenni o'ziniki konu do'sti hisobladi. Emniyatda shundaqmi deb millatda inkor qilibdi. Baydenninki unda deb qaramaydiganligi haqida. Ishqilib aytib mat opdi Xi Jinping bu qadam ko'rishdi. Xi Jinping aytib mat opdi. Baydenni meniki konu do'stim deb atab biroz xushamat qilib qilibdi, ishlamabdi u. Endi umumiylik baho berganda bu qadamki telefon suhbati asosan bir xil shaklvozlik. Bu ikki liderniki o'z davlat xalqlariga yaxshi ko'rinish uchun qilgan bir ishi bo'lib hisoblanadi. Nimishqa deganda hech qanday biror amaliy masala hal qilingan emas bu yerda. Ikkisi o'ziniki o'zini deb o'zi saynab, o'zining kelgan gaplarni davalib, shu maqsad o'z davlatidagi xalqqa men bunday qildim deb ko'rinish uchun mumkin bo'lgan bir ish amaliyotda hech qanday masala hal qilingan emas bu qadam suhbatda. Endi bir yaxshi ish bu telefon ko'rishishi oyoqlashgandan keyin Bayden kelajak yil Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasi haqida bir diplomatik boykot qilish qarorini e'lon qilganligini jakarlabdi. Ko'rishdan keyin mumkin. Ya'ni Xi Jinpingga hech qanday yuz xotir qilmay bunday bir narsa e'lon qilibdi. Bu bir yaxshi taraf endi. Bu haftadagi 4-xabar hozir Amerikaniki muavin prezidenti Kamala Harris haqida ko'p gaplar chiqyapti yaqin necha kun ichida. Bo'libmi bu xonim bilan prezident o'tirisida bir sovuqchilik tushgan o'xshaydi. Hozir biroz yomonlashib qolgan o'xshaydi. Ondan keyin Baydenniki xalq tarafdan himoya qilinish, Baydenniki xizmatini tasdiqlash nisbati tarixdagi eng tuvan bir darajaga tushib qoldi hozir. Ya'ni Baydenni prezident bo'lishga loyiq tegishlarniki soni 50%dan tushib ketdi. Kamala Harris muavin prezidentning bo'lsa, undan tuvan ekan. Andan keyin hozirgi paranglarda Kamala Harrisni xizmatidan tushirib etib, o'rniga boshqa odamni saplash jihatimi nurg'un paranglar bo'lyapti Amerikada. Burun bunday ishlar bo'lgan ekan Amerika tarixida. Bu tunji qitim emas. Hech bo'lmaganda 2024-yili Kamala Harrisniki davomli turda muavin prezident kandidati bo'lishidan qilib qoldiganligi ilgari surilyapti. Bu bir cho'ng tem bo'lyapti hozir Amerikada. Bu haftadagi 5-cho'ng xabar men o'tganda sizlarga Peng Shuai degan tennis to'pi yoki cho'li to'piniki cho'lpini haqidagi bir ishni deb bergandim. Hozir bu voqea endi rasmiy xalqaro sahnaga chiqib dunyoni bir qopladi yaqinda yoqi. Bu nereden başlandı desanglar xalqaro ayollar tenis birleşmesindeki prezidenti yaqinda Peng Shuai haqida bir maqola e'lon qildi. Shu birleşmeniki tor betidimi bir yerda. Bununga qarata Xitoy bir javob qaytarib Peng Shuaining nomida bir Twitterga yozilgan uchur shaklida javob qaytaribdi. Buni China Global TV Network Xitoy dunyoviy televizor tori degan o'rindan chiqiribdi buni Peng Shuaining nomida. Endi bu xatga qarasa uni Peng Shuainiki yozgan bo'lishi mumkin emas. Nimishqa deganda odatda bir shaxs ashta bir ishto'liq bo'lsa bu demakchi bo'lsa, xuddi ma'oshash bir YouTube chiqamdi yoki bir televizor chiqib so'zlasam bo'ladi. Amaliyotda bo'lsa, hozir Peng Shuai yo'qolib ketdi. O'tganda bir xatni e'lon qilgandan keyin yo'qolib ketdi. Hozir boshqalar shuning nomida xatni chiqarib e'lon qildi ekan, bu bir intayin hamoqatlik, nodon, xalqlarni kulgu qo'ydigan bir narsa bo'lib bu. Biroz Xitoy mat bo'ldi dunyoning oldida. Xalqaro ayol tennis tanarchilar birlashmasining raisimi bu Peng Shuainiki nomida yozilgan Twitter uchurini rad qildi. Bu mumkin emas, rost emas, yolg'on. Unga hech kim ishonmaydi degandek. Hozir endi bu voqea xalqaro so'ringa chiqib, buni hozir endi Xitoyniki qishliq olimpik musobaqasi bilan bog'lab, dunyo bo'yicha Xitoyniki bu kelajildagi
qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish to'lqini ko'tarilyapti hozir. Shunga bu kelar yildagi bu ishga og'ir ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi vatan haqida bugun bir xabar oldim. Bu xabar yaxshi emas, ammo sizlarga deb qo'ygim keldi. U nima desanglar, o'tgan hafta Urumchida bir maxfiy yig'in ochilibdi Xitoy rahbarlariniki. Uningga partiya sekretari va undan yuqori darajadagi kadrlar qatnashibdi. Qaysi darajaniki uni to'g'ri bilmadim. Bu yig'in maxfiy bo'libdi. Yig'inda bir narsa e'lon qilinibdi. Shu o'tgan haftadan boshlab yana bir qattiq zarba berish to'lqini qo'zg'alibdi Xitoyda. Bu to'lqin kelar yili 1-oyning 6-kunigacha davomlashadi ekan. Shundaqda yana 2 oydak davomlashadi ekan. Bu qitimki bu qattiq zarba berishniki nishonlari Turkiyada tuqqanlar va Uyg'urlarga. Bir nishoni. Bundan boshqa nishonlari bormi? Anaki bu qitimki bu harakatda Xitoy qanchalik odamni tutmoqchi, bu uchurlarda aniq emas. Men buni davomli surish qilmoqchi, ammo mushtaq bir uchur keldi. Bu yig'inda o'tgan hafta ochilibdi. Hozir bu harakat boshlanibdi. Shunga xabardor bo'lib qolinglar. Albatta bu ish qasimiz uchun yaxshi xabar emas. Bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlar uchun endi qandaq hozir shu dardning ustiga dard kelyotdi. Bu mushtaq bir shum xabar ekan. 11-oyning 8-kuni Qahraton jurnali bir maqola e'lon qilgan. Xitoy Sharq Turkistonda kelar yildan boshlab yana bir qism og'ir siyosatlarning qo'llanganligi haqida. Amaliyotda bu kelar yil emas, hozir boshlanib bo'libdi bu ish. Maqolani o'qib baqsanglar bo'ladi. Bu men Twitter'ga chiqarib qo'ygan. Endi temini boshqa yoqqa o'tkay. Bu haftada NASA to'g'riliq ikki cho'ng xabar bor. Oniki birisi shu 11-oyning 23-kuni bizning vaqtimiz Kaliforniya vaqti kech soat 10dan 20 o'tganda NASA bir olam ushqurini qo'yib bermoqchi. Bu olam ushquri nima qildi desanglar, bu osmonga chiqib shu koinotda uchib yurgan yer shariga yaqin bir asteroid yoki koinot teshini so'qmoqchi bu. Bu tashniki ismi qo'sh asteroid Didymos degan ism bor ekan. Bu yerga Didymos degan so'z grekcha so'z bo'lib, uniki ma'nosi qo'shmoq degan ma'nosi bor ekan. Shu koinotda uchib yurgan tashlarning ichida yolg'iz uchib yurganlari nihoyatda ko'p, ammo ikkisi birga uchib yurganlar bor ekan. Ikki tash bir-birini aylanadi ekan, mana bir-birini aylanib turib, andan keyin koinotdan boshqaga uchib ekan ashta. Buni qo'shmoq tash deydi ekan. Ba'zi ahvolda 3 tash bir nuqtani markaz qilib bir-birini aylanib, o'zaro aylanib, yana koinotda uchib yurgan ahvollarmi bor ekan. Bu qo'shmoq 2 tash ekan. Uniki cho'ngraqniki diametri 780 metr ekan, 1 kilometrga yaqin. Kichiginiki 160 kilometr. Bu olam ushquri oshniki cho'ngini so'qmoqchi ekan, osmonga chiqqandan keyin. Bu tash yer shariga 2003-yili eng yaqin kelib qipti ekan. Shu chog'da yer shari bilan bo'lgan orlig'i 7 million kilometr ekandik. Hozir undan jiroq ekan. Bunda tashlarni yer shariga yaqin jismlar deb ataydi, near Earth object deb ataydi. Bunda tashlar yer shari uchun bir xatar endi. Buni nima uchun NASA bu narsani qildi desanglar, keyin kelgusida yer shariga qarab bir tash kelib qolsa, uni bir olam ushqurini chiqarib, uni so'qib, shu orqali uniki yer shariga qarab ketayotgan yo'nalishini o'zgartirib bo'ladi, bo'lmamdi. Mushuni sinab qilmoqchi. Shunga mavu shu nishondagi tunji qitimliq bir sinoq, shunaq boshqa xili cho'ng ish bu. 23-yilda bu osmonga chiqarish bo'ladi. Bizning idorachilarga agar ko'rsanglar, naq maydonda ko'ringlar deb uqtirish kelibdi. Men shu yerni bildim buni. O'tganlardan sizlarga ozroq, endi bu tash mavu double asteroid Didymos degan tash 2123-yili yer shariga texnik yaqin keldi ekan. U chaqda 5 million 900 ming kilometr yiqiliq keldi ekan. Shu hozir shuni sinab qilib, buni yer sharidan qarab mangadigan yo'nalishni o'zgartirib bo'ladi, bo'lmamdi.
shuni sinab qilmoqchi ekan. Men yaqinda 2 turga kirdim. Endi boshladim dahi. Shu qitim yig'inga berishdan burun kirgan bu turlarga yig'in ketib qoldim. Endi ishni hozir boshlayman. Uning birisi shu koinot uchib yurgan toshlarni bayqaydigan teleskopni yasash jarayonida uni talabga yetkazish jihatidagi bir xil tadqiqot. Men unga kirmay qatnashdim, hozir kirdim. Ikkinchisi shu teleskopni sinab qiladigan bir tajriba laylash ishi. Bu ikkisi garchi cho'ng jihatdan bir tur, ammo kichik jihatdan 2 tur. Kirdim. Bu hozir NASA'niki nazarda muhim bo'lib qolayotgan bir ish ekanligini ko'rib olib bo'ladi muaffalardan. Shunga boshqa bir ish bo'lmoqchi. Men bu 2 toshni rasmlarini men Facebookga chiqarib qo'yaman. Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Men telefonni ko'rsatay desam, unumi yaxshi bo'lmaydi ekan. Uni boshqacha tayyorlashga ulgurmay qoldim. Bu yaqinqi shu koinot haqidagi yana bir cho'ng xabar. Ay sharida, bizniki ay sharimizda nihoyatda ko'p oksigen bayqaldi. Bu oksigen gaz shaklida emas, u tosh shaklida ekan. Buni Amerikadagi Washington University, St. Louis'dagi Washington University'ning tadqiqotchilari e'lon qildi. Bu rasmiy jazmlanish bo'lmadi. Tunji qitim e'lon qilinishi bundaq bir parazniki hozir. Şuna bu jihatda ko'plab tadqiqotlar elib berilmasa, tadqiqot tekshirishlar elib berilmasa bo'lmaydi. Bularniki bayqashcha Ay shariniki shu Regolith degan bir xil toshlar bor ekan. Bu toshniki 41%dan 45%gacha butunlay oksigen ekan. Agar bu oksigenni ajratib chiqarsa, shu oksigen bilan 8 milyard inson 100 ming yil yaşayalaydı ekan. 8 milyard insan, adam 100 ming yil yaşayalaydı ekan. Şuna bu intayin çoğun bir bayqaş. Hazır Yaponiya qatarlıq bir qism o'rinlar tashdagi oksigenni ayirib chiqish uskunlarini yasash jihatda ishlarni boshlab bo'pti, mening anglashimcha. Shunga bu bir cho'ng xabar bo'ldi. Lekin men abadin degandek, bu dastlabki bayqash buni yine jazmlashtirish kerak. Agar rost ashtaq bo'lib qolsa, buningdan bu jihatdagi tadqiqot ishlari nihoyatda qizib ketishi mumkin. Bu haftadagi 9-xabar Uyg'urlar Uyg'ur Project Fondi chiqaradigan Uyg'urlar degan tor jurnalniki 26-soni e'lon qilindi. Uningdan yaxshi foydalaninglar. Ashuni qo'shib deb qo'yadigan yana bir gapim, Uyg'ur axborot markazi chiqarayotgan videoluk programıga, YouTube programımıza müşteri bo'lib qo'yinglar. Bu haqsiz. Benimki YouTube kanalımda 4000 yaqin müşteri bo'lgan adamlarım bor. Facebook'ta 20 mingdak adamım bor. Bo'lsa müşteri bo'lib qo'yinglar menga. Ani ko'rgan vaqtinglarda yaxshi ko'rgan bo'lsanglar bir barmoq berib qo'yinglar. Bu ishni qilayotgan, kech kunduz bu ishni qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Ko'pincha fidoyi, ularga ilhom bo'lib qolsin. Mashina bir taklif qildim. O'tgan qitimgi programda deganimdek, men bu Uyg'ur axborot markaziniki videosini o'zimniki kanaliga chiqarishni to'xtatib qo'ydim. Sababi bek aldirashib ketdi ekanman. Uning ustiga bu mablag'ni isrof qilish bo'ladi. Endi o'xshash narsani ishga chiqarsak, ashta bo'g'ashqa amanglardan buni mushtari bo'lib qo'yishni so'rayman. Bo'lsa bu ishni qilib qo'ygan bo'lsanglar. Andan keyin makalnur.com degan tor beti qiz yigitlarniki loyiq tepishiga yordam qilgan tor beti nihoyat yaxshi menyapti. Lekin qarindoshlarda buni ishlatishni bilmaydigan, to'liq bilmayotgan ahvollar yine davomli ko'rilib turibdi. Bu kalnurni mangdirayotgan inilar bir tushuntirish yozdi bu haqda. Uni men o'qisam bakcha vaqt ketadi ekan. Men shunga shu videodan keyin uni Facebookga chiqarib qo'yay. Shu videoni ostiga chiqarib qo'yay. Shu kalnur.com'dan foydalanmoqchi bo'lgan ini singillar ashni bir o'qib etib, shu bo'yicha ish qilgan bo'lsanglar, bundan yaxshi foydalangan bo'lsanglar, bunga nurg'un emgak singdirildi. Maqsad Uyg'urlarni chet elda saqlab qilish. Yaqinqi yillarda chet eldagi Uyg'urlarning ichida boshqa millat bilan to'yib ketish ahvollari intayin egri yuz berib ketdi.
sabi bir-biri bilan tanishish imkoniyati bo'lmaganligi uchun shuni biz mana shuni qildik. Bo'lsa buni qo'llab qo'yinglar, yaxshi foydalaninglar. Ondan keyin bu haftadagi 11-cho'ng xabar men sizlarga o'tganda degan bizga axborot to'plab turadigan ufqlar Xotan, Qashqar, Aqsu, Ko'rla mana 4 viloyatdagi Uyg'urlarni majburiy emgak ishchilar qilib ishlatadigan Xitoy zavod korxonalariniki tizimligini tuzib chiqqan. Uning jami soni 3251 ti. Ondan keyin yaqinda bir yan to'plash yapdik biz. Mush ishni yana bir yil davomlashtirish uchun $15,000 nishon qilgan. $3,000 ko'proq pul yig'ildi. Shuning bilan bu ishni men to'xtatib qo'ydim. Ashta bu boshqa bu ishni qilayotgan ularning bu ishini biz yana 3 oy davomlashtirmoqchi. 12-oy bu yil, kelajaqdagi 1-oy va 2-oy. Bu ish 3 oy davomlashadi, yig'ilgan pul shunchalik. Shuningga qaramay bu inilar yaqinqi necha hafta ichida intan qattiq tirishib yana 10 jadvalni barliqqa keltirdi. Sharq Turkistondagi shu majburiy emgak zavod korxonalarini asosiy jihatdan hammasini tep chiqib bo'ldi. Bu qaysi desanglar Altay, Bo'ritala, Sanji, G'ulja, Qarmay, Qizilsu, Qumul, Cho'chak, Turpan, Urumchi. Yana 10 jadvalni tuzib chiqdi. Bu 10 jadvalda jami 10,774 zavod korxonalarniki tizimligi bor. Nəhayət təfsili tüzülgən tizimlik bor. Bu Xitayca tüzülgən. Bu hüccətlərini mən topşırıb alğandan keyin bizim bir inimiz var Kanadada. Bu inimiz məxsus yumşaq detal yazdı. Muşdaq nəslərini Xitaycadan ingiliscə tərcümə qıldıqan. Aşdaq yumşaq detal yazıb bu 10 cədvəlinin hamısını ingiliscə tərcümə qılıb oldu. Bu cədvəllərinki ingiliscəsi mənə tünügün gəldi. Xudayım bilsə, şu ətəgün içində bunu biz torbetiga chiqarib o'tamiz. Agar bu narsalarni lozim qiladigan qarindoshlar bo'lsa, bevosita aloqalansanlarmi bo'ladi. U torbetida bor ba'zilaringlar topolmay qolsanlar, men bilan aloqalashinglar, men torbetim deb birman. Shunda qilib o'tganki bilan qo'shgan chaqda o'tganikisi 3250, hozirgisi 10,770 ashtaqda 14,000 dek zavod korxonalarning tizimligi bitib chiqdi. Bu ish nəhayət g'alabilik tamomlandi. Men bu ishga kuch chiqargan barliq qarindoshlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Shundaqla o'tganki mush ish uchun iyoni qilgan qarindoshlarga yana bir qatim ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Hozirgi vaziyatda bizniki nurg'un da'vo ishlari bilan seshtirgan chaqda bu ish nəhayət muhim edi. Endi biz erishadigan sharoit mushunchalik. İşte boshqa shuni ish qilamiz, boshqa amal yo'q. Bularni sizlarga deb qo'ydim. Ondan keyin bu haftadagi 12-cho'ng xabar o'tganda sizlarga Uyg'ur Project fondi tarafidan nashr qilgan inglizchadan uyg'urcha tarjima qilib nashr qilgan ikki kitobniki gapini degan. Bu kitobni bu qatim biz qurultayga olib shu yerda tarqatdik. Jami 300 kitap 150 dan 300 kitap olib bu kitaplarni İstanbul'dan München'ga apırışqa poçtaq uçurlamken 350 euro pul ketkendi. Səbəbi nima desanglar, bu poçtadan əvəzsək bək çox vaxt gedir ekan. Şuna onu yo'lovchilar avtobusiga solib, tez suratda 2-3 kun uçurlamken aşağı apırıb şu yerni yig'inga ulgutdik. Yig'indimi buni tashkil qilib baxdim. Kitaplarniki bu 150 kitapdi. U yerda to'liq setilib bo'lolmaydi. Setilgan pul $300 yuqarı setilibdi. Yani İstanbul'dan München'ga kitapni yetkigan poçtaqimi chiqmaydi u yerda. Lekin bizniki maqsadimiz bu yerda qanday pul tepish emas. Men sizlarga buni burun tatib degan. Aslida biz kelishgan vaqtimizda bu Uyg'urlarga qarshi urush degan kitapni tarjima qilib nashr qilishda aslidagi nashriyat bilan kelishganimizda faqat kitapniki bastırış ve tarqıtış yaqinlam chiqib olishga kelishgan endi. Başta bu boshqa biz bu kitaplardan pul tepilish planimiz yo'q. Mana 100 yillik marafon degan kitapni bo'lsa, uni faqatlam Uyg'urlarga qilingan bir xil xizmat sifatli qildik. Uyg'ur Project fondidan pul chiqarib.
Onundan hech qanday kirim kirmaydi. Biz o Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobni sotib olganlarga bu kitobni so'g'at qildik. Ashta qildik. Shunaqdimi men o yig'in jarayonida bak aldirashib ketdim. Yig'in vaqtida yig'in zalda o'tirdim, tinabs bo'lgan chog'da davomli men bilan ko'rishadigan, paranjlagan qarindoshlar bor. Shunga bu kitobni qishida turib kitobni sotadigan ishlarni qilolmadim. Ashta bu boshqa bir qism qarindoshlar kitobni oldi, ammo pulni bermedi, pul beradigan odam bo'lmagandan keyin oxirida qilib qo'ygan kitobning hammasini Myunxenga yondirib kelmoqchi bo'lgan uni. Yondirib kelganini o'rlashtirib ashta qilib qo'ygan Abdujalil Qorim bilan. Ashta qilib qo'ysak 16-sila. Men 15-sila aytganda ketdim, yo'q 15-sila ekan. 15-sila shu Pragada bor qarindoshlar bu kitob u yerda tug'gandan keyin buni mishada turib tashlanib qolgan shayda bir qism qarindoshlar kitobni qilib qolgan kitoblarni evapti. Umuman mayli, bu kitobni biz Uyg'ur qarindoshlar foydalansin deb chiqqan. Agarda ashuniki yaqinni bir o'taman desanglar, iyoni shaklida bizniki vakillarimiz berib qo'ysanglar bo'ldi yoki torbetdan iyoni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyg'ur Project fondi mana iyoni bilan ish qiladigan bir organ endi. Ashta bu boshqa agar pulni bersanglar minnatdor bo'lamiz, bermasanglarmi kerak yo'q. Bizning kunimiz yolg'iz shu pulda emas. Jami kitobni nashr qilishga $1600 pul ketdi. İstanbul'dan Myunxenga yetkazishga €350 pul ketdi. Ondan keyin nashriyat huquqi uchun $500 pul to'lagan. Shundaqda $3000 yaqin pul ketdi ekan bu. Hozir qadar bizga kirgan pul $300 pul kirdi. Bundan xabardor bo'lib qolinglar. Agar pul bera olsanglar biz minnatdor bo'lamiz. Bermasanglar sizlarni ayblamaymiz. Ondan keyin bu yig'inga boramagan qarindoshlardan bu kitobni sotilish haqida men bilan aqlashganlar xili ko'p. Bu kitob bugun aytning ichida İstanbul'daki Taklamakan kitapxonasiga kirdi bu. Bu 100 yillik marafon degan kitobning soni ozroq so'g'at qilgan kitob. Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobning 100 kirmoqchi. Dastlabda sotib olganlarga bu 100 yillik marafon degan kitobni so'g'at qilindi shu yerda. Shu yerda sotib olsanglar bo'ladi. Bu kitobni hozir Avstraliyaga, mening qashimga va Washington DC'ga bir qismini pochtadan avatmoqchi. Ashta bu boshqa bir qism qarindoshlar shu yerdan ola olasizlar. Kitobni olmay qolaman mumkin deb ansirmanglar. Bu qatim bostirgan soni ko'p emas. Uyg'urlarga qarshi urush degan kitob 500 dona, 100 yillik marafon 300 dona. Agar kitob tugab ketib qolsa, yeni qayta bostirsak bo'ladi. Shunga biz amalaniki bu kitobni setilish yoki birdan elish imkoniyatiga ega qilamiz asosiyatan. Bu kitoblar intayin isli kitoblar, sizlar hozir qadar o'qigan kitoblarning ichida. Men yana bir qatim deb qo'yay. Uyg'urlarga qarshi urush degan kitob Xitoy hokimiyatining yaqinqi 70 yil jarayonida Uyg'urlarga qaratgan butun siyosatini intayin bir ilmiy nuqtadan yakunlaydi. Shunga bir pishqadam ziyoli bu kitobni har bir Uyg'ur o'zining uyidagi eng qadrli kitob bilan birga qo'yib qo'ygan kitob bo'libdi dedi. Endi 100 yillik marafon bo'lsa, g'arbni Xitoy masalasida g'arbni bir qatim nima deymiz, hongtan qo'ygan bir kitob. Bu kitobning ichidagi mazmunlarni sizlarga deb berishga hozir vaqtim yo'q. Agar bu kitobni elib o'qisanglar, boshlagandan keyin o'zinglarni to'xtamaysiz. Intan ko'p ma'lumot bor bu. Xitoyniki Amerikani oldiga o'tish uchun qandaq narangvozlikni qo'llanganligi haqida. Bu kitobni yozgan Michael Pillsbury degan odam 1960-yillari Amerikaniki CIA'da ishlagan odam. Shu chog'da Rossiyaniki KGB a'zolari bilan bir binoda tug'an, ularga do'st bo'lgan. Shu chog'da shu KGB'ning odamlari bu odamni ogohlantirgan. Xitoy to'g'riliq. Xitoyning damiga tushmanglar. Bu millat boshqalarga o'xshamaydi, Xitoy davlati boshqalarga o'xshamaydi, damiga tushmanglar deb shunday ogohlantirish bergan. Shundan keyin bu odam Tayvanga berib 4 ma'lumdan dars olib 2 yil Xitoycha o'rgangan. Shunga Xitoyniki Xitoy tiliniki hozirgi zamon tili emas, qadimgi tildan dotib bilgan odam bu. Ashta bilib shu vaqtda ishlagancha Xitoydami turib, Xitoyniki millatchi harbiy generallar bilan do'st bo'lib, shu yerdan nurg'un uchurlarni egallab, undan keyin Amerikaga Xitoyga osilik qilib, Amerikaga kelgan ikki cho'ng amaldori orqali Xitoyniki nurg'un maxfiy planlarini bilib yozib chiqqan kitob bu. Bunun ichida burun Amerikada maxfiy saqlangan nurg'un uchurlarmi bor. Shunga bu kitobni o'qisanglar, nurg'un bilimga ega bo'lsizlar.
Şuna bu işe sal qarmanglar. Bizningki buni shu fidoilarga tayinib turib, tarjima qilib, ashtaq tuvan bahoda nashr qildirib, sizlarga kitobniki nashr haqi bilan pochta haqini chiqib qilish asosida sizlarga taqdishki maqsad shu. Şuna bu biz uchun kichik emas. Nurg'un ajr singdirdik. Men shu nashriyatlar bilan aloqalashish, kelishim tuzish, pul mangdishlarga nurg'un vaqtim ketdi meniki. Şuna bo'lsa biz bu jihatda o'zimizniki bir kishilik rolni joriy qildik. Sizlarni joriy qilib qo'ysanglar. Foydalanish jihatda. Endi eng oxirida yana bir muhim ishga o'taman. Bu ish nima desanglar, yaqinda men mana shu yig'inga minishdan burun Turkiyadagi bolalarni muntazam maktablarda o'qitayotgan oilalarga yordam qiladigan bir ishni boshlagan. Onunğa bir 4 kishilik tanlash guruhini tashkillab, ularni ular ishga tushdi. Men minishdan burun o chog'da 10 nechadak oiladan iltimosim keldi. Men bularni hamsi shu tanlash guruhini topshirib, shu kelgan o yerdak odam o yerda oilada iltimos qilib ekan o chog'da. Shulardan 10 dan tanlab biringlar deb qo'yib ketgan. Ular nihoyatda tafsili ko'rib chiqib, bu iltimoslarni hozir 10 oilani tanladi. O'tganda men sizlarga gapni qilgan singilimiz, men xatni o'qib bergan sizlarga. O singlimizga shu men menishdan burun ozroq yordam kelgan. U yordamni shu singlimizga berdik. Ani qolganlarnikini mushqatni muzokara qilib tanlab chiqdi bizniki talash guruhi. Bu har oyda qiladigan yordam bir oilaga $100 yordam keladi. Bizga hozir qadar va'da qilingan pul halqi singlimizni hisoblamaganda $1100 pul. Hatta başka 11 dak ailəyə $100 to'g'ri keladigan pul. Buniki jami pul berish muddatini biz dastlabda 1 yillik deb bekitdik. 1 yildan keyin yordam qiluvchilar bilan yordam oluvchilar o'zaro kelishib, buni davomlashtiramdi, to'tib qo'yamdi yoki yordamni boshqa odamga o'tkazamdi. Shu chog'da bo'ldigan ish. Ammo hozircha shu 1 yil bo'ladi. Men endi bir nökün yig'indan qaytib kelib tunaga ishga chiqib ketdim. Hozir oldin qildigan shunda jiq, ma'nikim nurg'un ishlar bor. Endi men yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar aloqalashib, ularning pullarini yig'ib, uni pulni o'zlari beramdi yoki Uyg'ur Project fondi yoki Uyg'ur yori orqali beramdi. Bularni bir taraf qilib, ondan yordam tekkan oilalarga aloqalashib, yordam beruvchilarni, og'uvchilarni bir-birisi bilan tanishtirish, mana ishlar bor. Mana qilib bu $1100 pulni egasiga yetkazadigan ishni Xudoyim bo'lsa 12 yilniki birinchi kunidan boshlab qilishga, 12 yilning birinchi kundan burun qilib qilishga tirishimiz biz. Meniki nishonim shunda hozirdan boshlab bularning uşaq ishlari nihoyat ko'p. Nurg'un kishilar buni faraz qilolmaydi. Uning ustiga pul yordam qiluvchilarning ko'pinchisi bu ishni boshqalardan maxfiy saqlashni talab qilganligi uchun bu ishga faqat o'zim bevos qo'l tiqmasa bo'lmaydi. Yordam oluvchilarmi shundoq endi. Aslida bu boshqa Xudoyim bo'lsa 12 yildagi birinchi kuni bu ishni qilib olmoqchi. Hozir qadar bizga kelgan iltimos 20 bo'ldi. Bizga va'da qilingan pul 1100. Yana 9 dak oila bor, ma pul tegmaydi ularga. Aslida bu boshqa meniki ba'zi boshqa bir o'ylarim bor sinab boqadigan. Men uni keyingi videoda deyman. Yeni iltimos qabul qilish to'xtatildi degandan boshlab. Turkiyadagi qarindoshlar ichida mushundaq ishqa shart tutishadigan oilalar intan ko'pga, lekin bizning yordam manbalarimiz undaq ko'p emas. Aslida bu boshqa Turkiyaga qarindoshlarning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Bizni qattiq tirishayotimiz bu jihatda. Qilaliqimiz shundoq. Keyincha bu ishni sal muntazamroq ko'proq odamga yordam tegadigan qilishga tirishimiz. Bu jihatda men o'ylagan bir qism ishlar bor. Buni sinab boqmoqchi. Buni vaqti kelgancha sizlarga deyman. Hozirgacha ahvol shundoq. Bundan xabardor bo'lib qolinglar. Qolgan qarindoshlar meniki videolarimga diqqat qilib turinglar, lekin hozircha iltimos yo'llamay turinglar. Undaq qilmasanglar mening ishim tugashib ketib boradi, men yetishmay ketib boraman. Shunga bu ishni bir-birlab qilmasak bo'lmaydi. Hozirgi ahvol shundoq. Endi eng oxirida deydiganim bu qatim shu yig'inga qatnashish jarayonida Pragda va Myunxenda ko'plagan qarindoshlarga paranglashdim. Ularniki men chiqarayotgan video haqidagi inkosi pek yaxshi bo'libmi nurg'un qarindoshlar shu yangi xabarlarga erishish, xalqaro xabar
Xitoyning xabari, Uyg'urlarning xabari qatorliq yangi xabarlarga erishishda shu mening videolarımga tayinli ekan nurg'un qarindoshlar. Shuni dedi, to'xtab qo'ymasangiz deb. Men bu videoni chiqarman deb biroz jafo chekyapman o'zinglar xabarda bor. Masalan, degan juma kuni mashina qilish uchun yarim kun ishlamay tayyorlik qilaman, hozir so'zlayapman. Bu ish uchun ketgan ishlayolmagan vaqtini endi shama kunlari to'ldiraman, boshqa vaqtlarda to'ldiraman. O'sha qilsam bo'lmaydi. İdaramdagi vazifam bak ig'ir. Sizlarga degandek hozir men 4 yangi turga kirib qoldim yaqinda. İkisi abatini tushundim. Onunki yana birisi shu kunni tekshirish teleskopining ishi, uni qilyapman. Bu 3-chi ish, 4-chi ish yer shari bilan osmon o'tirsidagi xabarlashishni lazer nur orqali qilish ishi to'g'risidagi bir tur. Men unga kirgan. O'qishlar bir haftada 5 kun bor. Buna 4 yangi tur qilganda bir turga bir kundan vaqtni ajratsam 4 kun tugaydi degan gap. Shunga bir haftada bir turni bir kun qilib qo'yib, keyingi haftada yana turga qaytib keladigan gap. Ashta boshqa mening yashim kichik emas hozir. Shunga oson to'xtamay yotdi. Uningdan boshqa nurg'un ishlar bor Uyg'urlarga oid endi men qilayotgan Twitterning ishini sizlar bilasizlar, har kuni bir narsa chiqaraman men. Ashta qilib ish qilib o'zim sal qiynalyapman vaqt jihatdan. Shuna boshqa shu 4 bizamniki qilayotgan 4 turi xizmatdagi 4 turiga yetishvoqchilik kelar yil 1-yilning oxirigachilik. Ma videoni 2 haftada bir qatim chiqaray deb o'yladim. 2 haftada bir qatim chiqarsammi, sizlarni muhim xabardan qat'iy orib qo'ymayman. Muhim xabarni cho'qim yetkazaman. Ba'zi bir cho'ng xabarlar chiqib qolsa, men 2 haftani saqlamay shu vaqtni o'zimdan video chiqarishim mumkin. Meniki ko'nglim sizlar uchun yaxshiroq xizmat qilish har qanday vaqtda. Bo'libmi, men o'zimdan yordam so'ragan qarindoshlardan o'zim tatamayman qat'iy. Asta boshqa tirishiman, lekin sizlarmi buni to'g'ri tushunsanglar, kelar yil 1-yilning oxirigachilik ma videoni 2 haftada bir qatim chiqarib tursam, ma xizmatlarga sal yetishib olgandan keyin yana har haftada qilishga tirishiman. Albatta degandek, sizlarni muhim xabarlardan xabarsiz qo'ymayman. Xudoyim bursa, 2 haftadagi xabarlarni yig'ib, sizlarni yana xabarlanishga, davomli xabarlanishga tirishiman. Shuni bu ahvollarni tushungan bo'lsanglar. Buldu bugungi video misol uzrab ketdi. Men qisqaroq chiqaray degandim, ammo shu mazmun ko'p bo'lgandan keyin iloji yo'q. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.